Самая большая ошибка, которую человек может совершить, неважно в какой ситуации вы находитесь, это сдаться. Но иногда одна твоя ошибка, которой ты долгие годы считал, что это ошибка, из этого ты страдал, и вдруг до тебя доходит. Если не было бы ошибок, столько хорошего не произошло бы. Все цельное, хорошее или плохое, мы от тьмы идем к свету. Nima uchun toshbaqalar uzoq yashashlarini bilasanmi, Qosimim? Haqqa taslim bo'lganlarda shuning uchun. Faqatgina o'z yo'lidan yuradi. Shoshilmaydi, ehtirosga berilmaydi. His insonni chiritadi. Hamma narsaning hirsi bor emasmi? Pul hirsi, iqtidor hirsi, mansab maqom hirsi, post hirsi, do'st hirsi. Sen oldin taslim bo'l. Unutma, sen nima qaror qilsang ham qaror ustida qaror bor. Taslim bo'l, huzur top. Taslim bo'lmagan to'xtay olmaydi. To'xtamagan huzur topadimi? Topolganida edi. Toshbaqalar emas, bu uzoq umrni inson yashagan bo'lar edi.